Haq taboraka va taolo bandalarini juda ko'plab ne'matlar bilan siylagan. Bugun biz ulug'vor ne'matlardan biri bo'lgan suv haqida so'z qotmoqchimiz. Nega deysizmi? Buning ham o'ziga yarasha sababi bor. Har bir tirik jon usiz yashay olmaydigan bu suvni tejash, asrab avaylash, isrof qilmaslik zarur bo'lgan bir masala holida, afsuski ko'pchilik fuqarolarimiz tomonidan uni asrab avaylashga emas, uni isrof qilishlikka yuz tutayotganliklarini ko'rishligimiz mumkin. Demak, eslatma mo'minlarga foyda beradi degan Haq taboraka va taoloni ajoyib so'zi ortidan yana bir bor eslatma bilan gavdalanib turibmiz. Mo'minun surasi 18-oyatda Haq taboraka va taolo biz osmondan suvni tushirdik, biz uni yerga joylashtirdik va uni ketkizishga ham qodirmiz deydi. Ha azizlar, Alloh taboraka va taolo oyati karimalardan birida suvni sizlar tushirasizlarmi yoki bizmi deydi. Ha, Alloh taboraka va taolo o'zi tushiradi suvni va uning ham hisobi borligi biz yuqorida tilga olgan oyati karimalarda ham o'z isbotini topgan. Yana oyati karimani so'ngida Haq taboraka va taolo biz uni ketkizishlikka, ketkizib sizlarni undan mahrum qilib qo'yishlikka ham qodirmiz deydi. Har bir inson ushbu ma'nolardan kelib chiqib o'ziga xulosa qilishligi, obi hayot bo'lgan suvni asrab avaylashi kerak bo'ladi. Dunyoga nazar tashlaydigan bo'lsak, olimlarimizning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, obi hayot bo'lgan suvni agar 100% deb miqdorda o'lchaydigan bo'lsak, o'shaning 3%gina ichishga yaroqli ekan. 97% ichib bo'lmas darajadagi sho'r suvlar ekan. Biz ichishga yaroqli deb ataganimiz 3%ning ham 2% muzliklardan iborat bo'lib, faqat atiga 1%gina ichishlikka yaroqli suv ekan. Kaminasiz qatori suv haqidagi ko'p ibratomuz masala, maqola yoki roliklarni ko'rgan odam sifatida qalbimizga o'rnashib qolgan va suv masalasiga kelganda nihoyatda hushyor bo'lishligimiz kerak degan xulosani keltirgan bir voqelikni yodingizga solmoqchimiz. Afrikalik bir ayol, men umrimda tiniq suvni ichmaganman va tiniq suvning mazasi qanday bo'lishligini bilmayman degan. Ha azizlar, biz o'zbekistonliklar o'sha 1%lik bo'lgan chuchuk suvni asl egalarimiz desak ham mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Afsuski, bugun ana shunday suvlarni turlicha ko'rinishda isrof yo'li bilan foydalanayotganimiz, ozgina agar jo'mraklarimizda nosozlik topiladigan bo'lsa, o'sha qachon birovdan tanbeh olinguncha 2 oylab, 3 oylab yoki ba'zan afsuski yillab oqib turishligini ko'rasan kishi. Albatta dillar xira bo'ladi. Nega dillar xira va xufton bo'lmasin? Habibimiz alayhissalatu vassalam Sa'd radhiyallohu ta'ala anhuga bu isrof nimasi deya tahorat qilayotganliklarida tanbeh berganlari. Tahoratda ham, ya'ni ibodat-ku bu. Ibodat hisoblangan tahoratda ham isrof bormi ey Allohning chin payg'ambari deganlarida Habibimiz alayhissalatu vassalam oqib turgan daryo bo'yida ham isrof bor deya marhamat qilganliklari biz ummatni bir oz jumbushga keltiradigan narsa emasmi? Azizlar, Alloh taboraka va taolo sha'ni ulug' bo'lgan kalomida Takasur surasi 8-oyatda shunday deydi: Astaizu billah. Summa latus'alunna yawma idin 'anin na'im. So'ngra sizlar qiyomat kunida ne'matlar haqida albat so'roqqa tutilajaksiz. Parvardigori olamning ushbu oyati karimasi mo'jiz bo'lgani holida qalblarni titratadigan bir oyati karimadir. Biz suvni nechog'lik buyuk ne'mat ekanligini, bu haqda Alloh taolo uni sizlar tushirasizlarmi yoki biz tushiramizmi degan bo'lsa, uni miqdor bilan, hisob bilan nozil qilganmiz desa, hozirgi oyati karimada Alloh taboraka va taolo biz ne'matlar haqida albatta sizlardan so'rab olamiz mazmunida marhamat qilgan bo'lsa, suv haqida ham so'ralar ekanmizki, biz uni asrab avaylashligimiz, unga turli tuman chiqindilarni tashlashligimiz, avvallari bemalol ichib, qonib rohatlanishligimiz mumkin bo'lgan daryo yoki boshqa havzalardan bugun ichishlikka o'ylanib, nariroqqa mundoq qadam tashlaydigan bo'lsak, pampers yoki shunga o'xshagan chiqindilar tashlanganligini ko'rib, dilimiz xira bo'layotgani ayni haqiqatda. Shunday ekan azizlar, mana bu ma'nolar biroz dilni xira qiladigan, ammo lekin tuzatib bo'lsa bo'ladigan
bir masalalardir. Ha, isrofdan tiyilishlikni, Alloh ne'mat qilib bergan narsadan oqilona foydalanishligimizni, uni iflos qilmasligimizni, o'zgalarga ham pokiza suvni yetishligini ta'minlashligimizni, butun dunyo suvga doir muammo bilan balolangan bir vaqtda uni asrab avaylashlik hamma, xususan men musulmonman, men mo'minman, payg'ambarim alayhissalatu vassalom, Imom Ahmad ibn Hanbal rahimahullohdan rivoyat qilingan hadis sharifda tejamkor banda kambag'allikka, faqirlikka uchramaydi deganlarini siz bilan biz yaxshiroq bilishligimiz va birinchilardan bo'lib amal qilishligimiz kerak emasmi? Ha azizlar, tanqidiy ma'noda albatta kamchiliklarimiz bor, ammo bu tuzatib bo'lmas kamchilik emas. Hamma ishni o'zidan boshlashligi kerak. Hammamiz bir shaxs o'laroq, shaxslardan tarkib topgan bir jamiyat o'laroq hammamiz birgalikda mana shunday isrof ishlariga qarshi kurashadigan bo'lsak, Alloh bergan ne'matlarni asrab avaylaydigan bo'lsak, islohni o'zimizdan, oilamizdan boshlaydigan bo'lsak, inshaalloh bu masalada ijobiy bir yechimlarga ham ro'para bo'lamiz. Alloh sizni, Alloh bizni, Alloh jonajon diyorimizni o'z panohida asrasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.